Voh, baquvvat bo'libdi-yu, 6 talik kalyonli oynadan qilganmiz. Basseynning ustini surma variant qilib, ochilib yopiladigan qilib berganmiz. Hozir sizlarga ochilib yopilishini ko'rsatamiz. Eshigi shunday ochilinadi, Shundoq kalit tashlanadi. bemalol cho'milsa bo'ladi. Mana eshikli variant qilib berganmiz. Eshiklari ham magnitli qilib qilingan. Mana jik-jik qilib yopilinadi. Ochilayotganda ham mana ko'rishingiz mumkin. Hop. Bemalol itarib olsa ham yumshoq tegadi mana buniki. Mana bu yoqqa rezinka qilib berganmiz. Ruchkasi yumshoqqina tegadi mana. Shunday yopilinadi. Itarib ochilinadi. Bitta o'zim bemalol suraman mana. Bitta o'zim bemalol suraman. Hop, basseynimizga ishlatilgan materiallar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Biz bu basseynning ustiga oynali qilganmiz. Polikarbonatdan qilsa ham bo'ladi, plasmasdan bu kalyonli oynadan qilganmiz. 6 mm lik kalyonli oynadan qilganmiz. Osnovasi metall konstruksiyadan bo'lgan, syomniy variant qilingan, chochib, yig'ib olib qo'ysa ham bo'ladigan variant qilingan. И teglari nerjaveka releslar qilingan, balonlari ham nerjaveka zanglamaydigan materiallardan qilganmiz. Kimga shunaqa oynali xizmatlar kerak bo'lsa, install glazga murojaat qilaverasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.